Assalomu alaykum talabalar. Bugun sizlar bilan shart operatori haqida gaplashib o'tamiz. Shart operatori o'zi nima? Shart operatori shartga qarab dasturning qayeri bajarilishi kerak, bajarilmasligi kerak aniqlab olinadi va shu shartga qarab dasturimiz ishlaydi. Misol uchun shart operatori bizda C dasturlashtiruvda if shart operatori bor. Bu shart operatori orqali bitta misolni ko'rib o'tishingiz mumkin. Misol uchun qanday misol ko'ramiz? Bitta sonning musbat yoki manfiyligini aniqlovchi dasturni ko'raylik. Keling, birinchi o'rinda sonimizni o'zgaruvchini kiritib olamiz. Misol uchun son o'zgaruvchi tipi qanday bo'lsa, int bo'lsin. Son tipidagi o'zgaruvchimiz 10 ga teng bo'lsin. Bu o'zgaruvchimiz musbat son. Buni if operatori orqali musbatligini aniqlaymiz. If son 0 dan katta bo'lsa bizga bajarsin, musbat deb chiqarsin. Printf ichida qo'shtirnoq ochamiz. Musbat son else printf son manfiy yoki 0 ga teng. Agar sonimiz musbat bo'lsa, haqiqatdan musbat deb chiqaradi. Aks holda sonimiz manfiy yoki 0 ga teng deb bizga chiqarib beradi. Albatta, bu yerda nuqtaviy izohlar qolmasligi kerak. Dasturni ishlatib ko'ramiz. Sonimiz musbat son. 10 haqiqatdan musbat bo'lgani uchun musbat. -5 ni kiritib ishlatib ko'ramiz qaytadan. Sonimiz manfiy son yoki 0 ga teng deb chiqarib berdi. Demak, dasturimiz to'g'ri ishlayapti. Bugun if shart operatorini sonning musbat yoki manfiyligini aniqlovchi dastur yordamida tushunib oldik. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.